Okay, everyone, welcome back. So let's learn lesson 20. First of all, let's learn some new words. Sağdaşlar yaxşımısınızlar? Hamda şu 19 dersinki davam bo'lgan. Nahvo 20 ders, mashq darsini bir o'rganib o'taylik. Bunun bir necha yangi so'z bor ekan, bir necha yangi so'zni o'rgangandan keyin undan birlikda mashq qilaylik. Okay, birinchisi big. Okay. Ana big, endi ma so'z nima? Masalan, cho'ng yo'g'on degan gap, ha. Jo'q bolalar buni big deb o'qib oladi. Bu big emas nima desanlar? Big. Good. Big deganimiz nima desanlar? Cho'ng yo'g'on degan gap, ha. O'qib qo'yinglar. Big. Yaxshi. Yana birini big. Yaxshi. Big deganimiz nima? Cho'ng yo'g'on degan gap, ha. Masalan, the bus is big. Okay, endi bu avtobus bo'lsa yo'g'on. Buni nima deymiz? The bus is big. Endi kichik degan necha o'rdasangiz small. Okay, qaranglar, kichik mashinaga nima desangiz? Small. Okay, small. Masalan, the car is small. Au mashina bo'lsa nima desan? U mashina bo'lsa kichik. Endi deymiz small. Okay, cho'ng deganda big. Uni lekin endi mas qarasanglar, mana qarasanglar maqaychidan birisi nima ekan? It's a big, yana birisi nima? Small. Okay, small degan kichik, big deganimiz cho'ng. Bular mana shu kiyim-kechaklarning razmeri. Razmeri. Mush razmeri kelganda qarasanglar, masalan S, M, L, XL, XXX deydigan gaplar bor-ku. Endi bularning bu inglizcha ma'nosi nima desanglar, masalan S deganimiz nima desanglar, small. Inglizchada bu small, kichik degan so'zning qisqartirilmasi bosh harfi. S, shunama small, okay? Uni degan M degan so'zlar middle, okay? Middle. Okay, middle deganimiz o'ttiranchi degan gap va small degan kichik bo'lsa, middle deganimiz nima desanglar, o'ttiranchisi. O'ttiranchisi. Agar nima L deganimiz nima desanglar, large. Okay, large. Large degan bu yo'g'on cho'ng degan gap. Odatda shu big bilan qanday desanglar, ikkisi ma'nodash keladi. Endi bu big bilan farqi nima desanglar, big ning ishlatilishi bir qadar ko'p. Masalan, ba'zi abstrakt narsalarga bigni ishlatgan, masalan, big idea, night yo'g'on bir idea degandek-ku. Mushunga qanday bigni ishlatgan. Endi men large degan ko'pincha konkret narsalarga, ko'z bilan ko'rgini bo'lgan narsalarga, ko'pincha konkret yo'g'on zo'r narsalarga large ni ishlatamiz. Endi bu yerga XL degancha. Endi bu XL deganimiz nima desanglar? XL extreme large. Extreme degan darajadan tashqari. Okay, large yo'g'on. Demakchi darajadan tashqari bo'lgan. Hamda demakchi XL deganimiz shu darajadan tashqari bo'lgan. Ana shu moshina hammasi nima desam, bu kiyim-kechaklarning biz size. Okay, size degan razmeri. Demak shu chunonki, nimasi cho'ng kichikligi. Cho'ng kichikligi. Small, middle, large, extreme large. And XXL bo'lsa extreme large. Shunami? Okay, small, middle, large, extreme large yoki nima size. Okay. Endi keyingisi nima desanglar? Open. Xo'sh, open. Open. Endi ma'no o'qiganda O. Okay, ma 5 yillik harfni O deb o'qiymiz. Open. Open degani nima? Ochiq. P sifat bo'lgan ekan. P bo'lgan ochmoq deb ma'nosi bor. Ochiq. Masalan, the door is open. U eshik bo'lsa nima ekan? Ochiq ekan. The door is nima? Open. Okay, open. Xo'sh, endi keyingisi nima desanglar? Shut. Okay, shut. Endi nima? The door is shut. Okay, endi nima? Shut degan yepiqliq degan gap. Endi pil bo'lgandek ma'nosi nima desanglar? Yopmoq bo'ladi, yeping degan gap. Masalan, shut up. Og'zingizni yuming degan gap. Shut up, shunami? Okay. Shut, yepiq. Masalan, the door is shut. Ochiq bo'lgan bo'lsa, open, yepiq bo'lsa, shut. Open, shut. Okay, next one is light. Okay, light. Okay, light deganimiz nima desanglar? Yenik. Yenik. Light. Endi mana ishidagi GH harfini qanday qilmaymiz desanglar, talaffuz qilmaymiz ma'noda. Shunga buni talaffuz qilganda light deb o'qiymiz. Light. Yenik. Masalan, this book is light. Bu kitob bo'lsa qanday desanglar? Yenik. Endi qaranglar, olma kompyuterga. Bu olma kompyuterning odat qanday desanglar? It's very light. Okay, masalan iPad mi bo'lganlar qanday olib ketdi? Light olib ketdi, shunami? Light. Okay, next one is heavy. Wow, look. Mashina qarasanglar qanday? Very heavy. Okay, heavy. Heavy degan ig'ir degan gap. Masalan, my car is heavy. Okay, mening mashinam bo'lsa qanday? Ig'ir. Okay, ig'ir.
Okay, another thing, heavy bossa, he's very heavy. O intayni demekçi simiz demekçi. Simiz degende bu heavy arqali ifodalashga bo'ladi. Nima deymiz? Heavy. Okay. Amsa qarasanglar, hamda mashikisniki ishtini qarab qo'yinglar. Bu pants qanday ekan? Birisining very long ekan, shunami? Long. Okay, long. Hamda a tovushni o. Bakinglar, o. Okay. Long. Ma'ujo short. Mana ishtini, nima? Short ekan. Long, ya'ni birisi nima desanglar? Short. Okay, long deganimiz uzun, short degan nima desanglar? Qisqa. Masalan, my tie is not long. Meningki galstukim tie, galstukim uzun emas. Not long. Not long degan uzun emas degan gap bo'ldi. Okay. Next one is shoe. Okay. Shoe deganimiz nima? Oyoq degan gap, Shoe. Okay, mana buni shoe sal so'zlab o'qiymiz, Shoe. Okay, shoe deganimiz oyoq. Endi buni orada ataganda oyoqlar deb ataydi ingliz. Shoes. Oxiri bir tal s ketildi. Bu s ketilsa nima desam, is deb o'qiymiz-ku. Shoes. Okay, shoes deganimiz nima? Oyoqlar. Okay, oyoqlar. Orada shu oyoq bir jup bo'ldi emasmi? Mana ingliz tilida ko'plik sanaldi. Shuni shoes deb o'qiydigan gap. All right, next one is grandfather. Okay. Grandfather. Xo'sh, endi grand deganni ayt ulug' zo'r deganga. Grandfather deganimiz endi shu cho'ng dada. Okay, cho'ng dada yoki buva degan nima deymiz? Grandfather. Endi hojim dada deganda desam shu grandfather shu. Ishlanadimi? Grandfather. Grandfather. Endi father deganda ramti. Endi grandmother. Endi buni diqqat qiling, bir nuqta men grand din talaffuz qilmaymiz. Grand. Okay, grandmother. Okay, grandmother bo'lsin bo'ldi. Cho'ng ona yoki nima? Moma. Grandmother cho'ng ona yoki nima? Moma. Grandmother. Grandfather bo'lsa cho'ng dada. Xo'sh, amsa bu bizningki mashqniki nimasi qarab boqaylik. Buning qanaqasanglar shu BP yillarni to'shqizdik ekanmiz. Endi sinab qo'yinglar bolalar. Masalan, those children our balalar nima keldi sizlarning amizlardan chiqib qaysi kelish mumkin mishaga? Am kelamda izmi? Yoki armi? Nima? Are. Those children are tired. Our balalar qanday qilib terib ketdi. Ko'plik bo'lgan ekanda, those children are nima? Tired. And the key is their mother, okay? And their mother ularning onasi. Endi ularning onasi degan endi bir odam shunami? Bir odam bo'lganki uchinchi shaxs birlik bo'ldi, bir odamni ko'rsatgan ekan. Shuni nima? Is. Yana their mother is tired too. Ularning opisi qanday qilib ketdi, erib ketdi. And that ice cream man, that degan shunami jiraqtgan aslani. That ice cream man qanday intayin aldirash is very busy. Okay, that ice cream man is very busy. Is very busy. Xo'sh, endi manacha his ice creams, uning marojnalari ko'plik bo'lgan degan qaysi keldi? Mango va mango are very nice. And what is the matter children? Ballaning bo'ldi. Biz qanday qilib ketdik? Biz degan biz birinchi shaxs ko'plik are keladi. Are thirsty. We are nima? Thirsty. Kingscha, what is the matter, Tim? Wait, Tim sizga nima bo'ldi? Men erib ketdim bo'scha. I'm tired. I am nima? Tired. Okay, I am tired. Anda mau B, shu kitobning 40-bedagi exercise B qarasanglar, mashq B gacha. Anda ma ulgu misolni shu ulguga asosan qanday qilsang bo'ldi desanglar, ko'chirib ishilsang bo'ladi. Masalan, his shoes dirty or clean. Anda uningki oyoqlari pokizmi, meynatmi? Okay, masalan, are his shoes dirty or clean? Anda men shoes degan ko'plik sanaldi bolalar. Amaliyotda bir jup oyoq qo'yamda. Ani ko'plik sanaymiz. And are his shoes dirty or clean? Uningki oyog'i pokizmi yoki meynatmi deb so'raymiz. Bu yerga o'tiradigan or deganimiz yoki. Tushunami? They are not dirty, they are clean. Ular qanday emas? Meynat emas. They are clean. Ular pokiz. Demak, Islam shu berilganiga asosan are his or something or mamanda emas, mamanda. Demak, tirnoq qishirikini qanday qilsa desanglar, inkor qilibsizlar. Inkor qilganda BPLni keyingi natni qatimiz. Masalan, olaylik. Children tired or thirsty. Demakchi bolalar erib ketdimi yo usab ketdimi?
Mesela, are the children tired or thirsty? They are not tired, they are thirsty. Hem de meğer tired degenimiz meğer tırnakçı boğa çıkan meğer ki ular erip ketmedi, ular kanaq ketdi, usap ketdi. They are thirsty. Hem de ma keyingi sıkıcı desanglar, mesela children tired or thirsty de bolur. Hem de ma postman cold or hot. Hem de o poçtalyon ısıp ketdi mi yoki to'ng'ab ketdi mi? Bo'lsa, are the postmen Okay, are the postmen? Endi mishariki ma postman degan bir xat xato bo'lib qopti. Vallahi ig o'zgartirib o'tanglar, ana xafa bo'lmaydi. Postman. Postman ma menninki i bo'ladi ko'plik shaklda emasmi? Are the postmen called pochtaliylar sib ketdimi yoki to'ng'ab ketdimi? Yana they are not cold, they are hot. Ular to'ng'ab ketmadi, ular sib ketdi. They are not cold, they are hot. What about hairdressers, thin or wet? And the satrashcho, urukmu yaksimizmi? Are the hairdresser thin or fat? They are not thin, they are fat. Ular nima emas, uruk emas, ular simiz. Keyingicha, shoes kichikmi yoki cho'ngmi? Endi mana oyog'i cho'ngmi yoki kichikmi? Are the shoes small or big? They are not small, they are big. Ular cho'ng emas, yoki kichik emas. Ular qanday? Yo'q. They are big. Endi mana qaranglar, are the shops shut or open? Endi bu yerga shut open undan shops shunami? Dukkanlar ochiqmi yoki itiqmi? Are the shops shut or open? Okay. They are not shut, they are open. They are not shut, they are open. And the kitabını qarasanglar, mesela cases heavy or light. And ularning chamdalari eg'imi yoki yengilmi? Are his cases heavy or light? They are not heavy, they are light. And then my yettinchisi, and grandmother. Grandmother, okay, and grandfather, young or old. Ularningki qirmi yoki yoshmi? They are not young, they are old. And are the grandmother and grandfather? And grandmother, grandfather young or old. They are not young, they are old. And sixteen say, are their hats old or new? They are not old, they are new. Okay, they are news. And the trousers. And the trousers deganimizda ishton. Masalan, uzun ishton trousers deydi. And the ularning trousers short or long? Are his trousers short or long? And trousers and the ko'plik bo'lishlik sabab ishtonning ikki tal puchuqi bor shunami? Shunga ham demaydi, ko'plik sanaydigan gap. Demak, are his trousers short or long? They are not short, they are long. Ularninki ishtallari. U ishtallarning ishtallari uzun emas, ya qisqa emas, uzun. Xo'sh, amsa bugungi darsimizningki homework nima desanglar, so'zlarni 20 qatim yozinglar kam deganda. 20 qatim yozib, undan keyin 19-darsni cho'qim yodlaydigan gap. Vahshiy yodlayotganlar. Yodlab oldin qatim darsimizda mana shu yodlash to'g'risida dedik. Ko'p qanday desanglar yodlanglar. Undan keyin tushunmagan narsalarni o'z bizningki appniki mana shu nimadan ovozli inkos qaytarish ixtilori orqali savol so'rasanglar bo'ldi. Okay? That's all for today and see you next time. Goodbye.